2018-yilning 29-iyuli Dushanbe ko'lab avtomobil yo'li Xatlon viloyatining Dang'ara nohiyasi hududida har kundagi kabi ko'pgina mashinalarning qatnovi ko'zga tashlanardi. Sebiston mavzesida o'ta og'ir jinoyat sodir etilishi, bu 4 nafar xorijlik sayyohning o'limi va yana bir necha nafarining jarohat olishi boisiga aylanishini hech kim kutmagan edi. Mahalliy vaqt bilan soat 15:30 Dushanbe ko'lab avtomobil yo'lida bir guruh xorijlik sayyohlar velosipedda Ko'lab shahridan poytaxt sari harakat qilishayotgandi. Nogahon Leganza tamg'ali avtomashina davlat qayd raqami 7498 VN03 yuqori sur'atda kelib sayyohlarni urib o'tdi. Albatta tasodif emas, qasddan bo'lib, gumonlanuvchilar bunga qanoatlanmasdan pichoq, bolta va boshqa sanchuvchi kesuvchi jihozlar bilan qurollangan holda avtomashinadan chiqib xorijlik sayyohlarga turli tan jarohatlari yetkazishdi hamda jinoyat joyidan g'oyib bo'lishdi. Tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning topshirig'i bilan o'ta og'ir jinoyat gumonlanuvchilari aniqlanishi va qo'lga olinishi uchun mamlakat huquq muhofazasi organlari va qudratli tuzilmalari idoralararo shtabi tashkil etildi. Mamlakat huquq muhofazasi va qudratli tuzilmalarining tezkor chora-tadbirlari qisqa muddatda natija berdi. Jinoyat sodir etilishida ishlatilgan va 1997-yili tug'ilgan Norak shahrida istiqomat qiluvchi Yusupov Ja'fariddin Sadridinovichga tegishli davlat raqami 7498 VN03 Leganza avtomobili Xatlon viloyatining Dang'ara nohiyasi Torbuloq qishlog'idan topildi. Tezkor chora-tadbirlar avvalgi bosqichida uyushgan jinoyatchi guruh rahbari Xatlon viloyatining Panj nohiyasida 1985-yili tug'ilgan Dushanbe shahar istiqomatchisi, Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremist tashkiloti a'zosi bo'lib, 2010-yili qalloblik jinoyatini sodir etganlik uchun Dushanbe shahri Sino nohiyasi sudi hukmi bilan ozodlikdan mahrum etilgan. Shuningdek, hujjatlarni soxtalashtirish, bosqinchilik va qalloblik jinoyatlarini sodir etganlik uchun 2014-yili Rossiya Federatsiyasi Moskva shahri Tagansk nohiyasi sudi hukmi bilan ozodlikdan mahrum etilgan. Eron Islom Respublikasi Mozandaron shahri terrorchilar markazlarida ta'lim olgan va bitirgan Abdusamadov Husayn Abdusamadovich qo'lga olindi. Boshqa bir jinoyatchi Yusupov Asliddin Sadriddinovich huquq muhofazasi organlari xodimlari talablariga taslim bo'lmaganligi va qurolli qarshilik ko'rsatganligi uchun zararsizlantirildi. Jinoyat joyi va jinoyatchilar avtomashinasi ichini ko'zdan kechirish chog'ida jinoyatga aloqador ashyoviy dalillar, turli maxsus pichoqlar, qonli bolta, bitta mobil telefoni, 2ta yuk xaltasi, sport poyabzali, Xatlon viloyati Panj nohiyasida tug'ilgan va shu yerda istiqomat qiluvchi fuqarolar Asomiddin Majidov va Zafar Safarovlarga tegishli 2ta Tojikiston Respublikasi fuqarosi pasporti topildi. Tezkor qidiruv chora-tadbirlari davomida uyushgan jinoiy guruhning quyidagi 4 nafar a'zosi aniqlandi. Majidov Asomiddin Yormahmadovich 1999-yili tug'ilgan, Xatlon viloyatining Panj nohiyasida tug'ilgan va shu yerda istiqomat qiladi. Safarov Zafarjon Jumayevich 1999-yili tug'ilgan, Xatlon viloyatining Panj nohiyasida tug'ilgan va shu yerda istiqomat qiladi. Yusupov Asliddin Davlatbekovich 1992-yili tug'ilgan, Xatlon viloyatining Norak shahrida tug'ilgan va shu yerda istiqomat qiladi. Yusupov Ja'fariddin Sadriddinovich 1997-yili tug'ilgan, Norak shahrida tug'ilgan va shu yerda istiqomat qiladi. Mazkur guruh pichoq, bolta va o'roqdan foydalangan holda militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatayotgan Dang'ara nohiyasining Osmondara mavzesida zararsizlantirildi. Uyushgan jinoyatchi guruh boshlig'i o'ta xavfli jinoyatchi Husayn Abdusamadovning ko'rsatmasidan quyidagilar ma'lum bo'ldi. Men 2003-yildan 2007-yilgacha Qori Nosir nazdida ibtidoiy diniy ta'lim oldim. U bizga Dushanbe shahrining 33-mahallasida ijaraga olgan hujrasida yana 4 kishi bilan birgalikda diniy ekstremistik ta'lim o'rgatardi. Keyinroq Abu Hanifa mazhabiga qarshi ekanligini tushundim. 2003-yili Qori Nosir meni Islom tiklanish partiyasining a'zosiga aylantirdi. 2007-yilning oxirlarida Qori Nosir Tojikistondan ketgani sababli darslarimiz to'xtab qoldi.
U bunday ta'limot va terrorchi amallarni Eron Islom Respublikasida 1973-yili Xatlon viloyatining Farxor nohiyasida tug'ilgan Dushanbe shahrida istiqomat qiladi. Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremist tashkilotining faol a'zolaridan biri. 2015-yili Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 187-moddasi 2-qismi, ya'ni jinoiy birlashma tashkil etish bilan rasmiy qidiruvda bo'lgan jinoyatchi Qori Nosir laqabli Ubaydov Nosirxo'ja Ahtamovich Husayn Abdusamadovga ekstremistik tajriba va bilim o'rgatgan. 2008-yilning boshlarida Qori Nosir menga qo'ng'iroq qilib Eronga kelishimni aytdi. Men samolyotga chipta olib Eronning Mashhad shahriga safar qildim. Mashhad aeroportida meni Qori Nosir Islom tiklanish partiyasining nomi Mavlaviy Abdurahmon bo'lgan bir a'zosi bilan kutib olishdi. Shundan keyin ular meni uylariga olib ketishdi. Biz Mavlaviy Abdurahmonning uyida bir kecha kunduz turdik. Ertasiga Qori Nosir hamrohligida Zohidon shahriga ketdik va u yerda madrasada men diniy ta'lim olish uchun tayyorlandim va shu yerda ta'lim olishni boshladim. Taxminan 3 oy bu yerda ta'lim oldim. Shundan keyin Al-Qoida terrorchi guruhi a'zolaridan biri bo'lgan Shayx Ne'matullohi Tavhidiyning tavsiya va mablag' o'tkazishi bilan Turkiyaning Istanbul shahriga safar qildim. U menga yo'l xarajati va safar uchun $2000 berdi. Men Turkiyaga ketdim. Shundan keyin Tojikistonga Dushanbe shahriga qaytdim. Bundan ilgari men bo'lmaganimda 247-modda 3-qism qalloblik bo'yicha jinoiy ish ochishgan edi va Tojikistonga kelganimdan keyin meni hibsga olishdi. 2010-yili Afv qonuni qabul qilingandan keyin ozodlikka chiqdim. 2012-yilning oxirlarida mehnat muhojirligi maqsadida Rossiya Federatsiyasining Moskva shahriga safar qildim. Rossiya Federatsiyasining Moskva shahrida bir qurilishda ish boshladim. U yerda Norak shahrida istiqomat qiluvchi Yusupov Asliddin bilan tanishdim va uni ekstremistik guruhga da'vat etishni istadim. Shu yerda Yusupov Asliddin menga bobosi Yusupov Davlatbek fuqarolik urushi yillarida Islom tiklanish partiyasining faol a'zosi bo'lganini, bu masalada men bilan bir fikrda ekanligini aytdi. Bir necha kundan keyin internet orqali Qori Nosirni topdim va telefon raqamini oldim. So'ngra u yashash joyi manzilini aytdi. Qori Nosir bergan manzil orqali Rossiya Federatsiyasi Moskva shahri Shilkovskiy metrosida bergan manzili tomon bordim. Birinchi kuni Asliddin bilan birga bordik. U yerda o'sha hujraga kirganimizda u yerda bizdan boshqa Qori Nosirning boshqa shogirdlari Erash Mahmadov, Ehson Ojinayev, Abduqahhor Asrorov, Murodali Halimov laqabi Bos va Abdulloh ham bor edi. Ular bilan tanishdik. Biz ertasi kuni darsni boshladik. Qori Nosir bizga muntazam ekstremistik va aqidaviy dars o'tardi. Dars o'tish chog'ida Qori Nosir bizga Islom tiklanish partiyasi byudjetini boyitish uchun bosqinchilik va Rossiya fuqarolari mollarini o'zlashtirish bilan mashg'ul bo'lish, Islom tiklanish partiyasi byudjetini boyitish borasida tavsiya va topshiriqlar berardi. Bu topshiriq va tavsiyalarga binoan biz Qori Nosirning bir guruh shogirdlari ham undan dars olardik va ham undan tavsiyalar olardik. Mashinalarni o'g'irlardik, so'ngra ularni ehtiyot qismlariga aylantirib qora bozorga olib borib pul qilardik. Shuningdek, Ehson Asrorov, Abduqahhor va Erash 4 kishi hamrohligida nomi Vodnaya stansiya bo'lgan kazinolardan biriga hamla qildik hamda ularning 2 nafar qorovulini pistolet orqali rador etib, u yerdan 12 million rus rublini o'zlashtirgan holda bu pullarni Islom tiklanish partiyasi byudjetiga kiritgan va undan o'z xarajatlarimiz uchun ham biroz mablag' olgan holatlar ham bo'lgandi. Shuningdek, Qori Nosir jang malakasini oshirish uchun Suriya va Iroqqa safar qilish kerakligini aytgandi. So'ngra guruh a'zolari tomonidan biz Islom tiklanish partiyasi a'zolari bo'lsak, nima uchun Suriya va Iroqqa borishimiz kerak ekan degan e'tiroz paydo bo'ldi. Bunga javoban Qori Nosir u yerga borib jang malaka va mahoratini oshirishimiz kerakligini, toki Tojikistonda o'z maqsadimizga yo'naltirilgan amaliyotlarda foydalanishimiz va bu Islom tiklanish partiyasi rahbariyatining topshirig'i ekanligini aytdi. 2014-yilning iyul oyida meni Rossiya Federatsiyasi huquq muhofazasi organlari xodimlari hujjatlarni soxtalashtirganlik uchun qo'lga olishdi. So'ngra meni 100 ming rus rubli hisobida jarimaga tortishdi. Bu jarimani Qori Nosirning o'zi to'lagandi. Shundan keyin meni Tojikiston Respublikasiga deportatsiya qilishdi. Husayn Abdusamadovning Eron Islom Respublikasiga necha marta safar qilishi uning gumroh piri Qori Nosir da'vati va mablag' o'tkazishi bilan amalga oshirildi.
2014-yilning kuz fasli edi. Qora Nosir menga qo'ng'iroq qildi va Eronga kelishimni aytdi. U o'sha yerda elektron chiptamni xarid qildi va men Eronning Mashhad shahriga safar qildim. Aeroportda meni Qora Nosir kutib olib, qori Mavlaviy Abdurahmonning uyiga olib ketdi. Mavlaviy Abdurahmonning uyida bir kundan keyin men harbiy dars olish uchun Mozandaronga borishim haqida maslahat bo'ldi. Meni Mavlaviy Abdurahmonning o'zi Mozandaronga olib bordi va diversion harbiy darslar o'rgatish markaziga jalb etdi. U yerda taxminan 2 oy taktik va harbiy diversion darslarni o'rgatish bilan mashg'ul bo'ldik. Murabbiylarning barchasi Eron fuqarolari edi. Mozandaronda 2 oylik tahsildan keyin Mavlaviy Abdurahmon meni yer transportida Pokistonning shimoliy Vaziristoniga olib borib, u yerda diversion ta'lim markazlarida Al-Qoida va Islom tiklanish partiyasining Ansorulloh terrorchi guruhlari jang taktikasiga jalb etdi. U yerda taxminan 3 oy men diversion taktik janglarni o'rgatishga jalb etildim. U yerda menga o'qotar qurollardan qanday qilib o'q otishdan boshlab, Kalashnikov avtomati va shuningdek snayperni ishlatish, portlovchi moddalarni qanday tayyorlash, ulardan qanday foydalanishni o'rgatishdi. 3 oylik ta'limdan keyin snayperchi ixtisosi bilan tahsilni tugatdim. So'ngra yana yer transporti orqali Eronga keldim va Erondan Tojikistonga safar qildim. Husayn Abdusamadov ko'rsatmasida Muhiddin Kabiriy o'ta xavfli jinoyatchi shaxslar, yoshlar orasida terrorchi ekstremistik aqidalarga tashviqot va targ'ibot ishlari bilan mashg'ul va ularni Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremist tashkilotiga jalb etuvchi laqabi Qora Nosir bo'lgan Ubaydov Nosirxo'ja Ahtamovichlarning nomlari keltirilishi behuda emasdi. 2015-yilning kuz fasli edi. Qora Nosir menga qo'ng'iroq qilib Eronga borishimni aytdi. Bu Eron Islom Respublikasining Mashhad shahriga samolyotda 3-marta parvoz qilishim edi. Borganimdan keyin bir masjidda Islom tiklanish partiyasi a'zolari yig'ilishdi. Shuningdek, u yerda rahbariyat, jumladan Qora Nosir va boshqa mas'ul shaxslar ham bor edi. U yerda Tojikistonni qanday qilib islomiy davlatga aylantirish borasida gap ketardi. Shundan keyin u yerda ishtirok etayotgan a'zolarga maxfiy ko'rsatma va topshiriqlar berilardi. So'ngra Qora Nosirning ko'rsatma va topshiriqlari bilan Tojikistonga qaytdim. Tojikistondan yer transportida Bishkek shahriga bordim. U yerda Almata shahriga va u yerdan samolyotda Turkiyaning Istanbul shahriga safar qildim. Istanbul shahrida Qora Nosir yana mening hamrohim edi. Biz va yana bir necha kishi Suriya chegarasida joylashgan Gaziantep shahridan Suriyaning Raxa shahriga o'tdik. Suriya va Iroqda bir nechta qurolli amaliyotlarda ishtirok etdim. U yerdan qo'lga kiritgan pullarni Islom tiklanish partiyasining Istanbuldagi byudjetiga kiritar edik. Taxminan 1 yil 6 oy mobaynida Suriya va Iroqdagi urushlarda ishtirok etganimdan keyin Abu Ubayda nomli bir kishi vositasida Turkiyaga keldim. Turkiyadan Bishkekka safar qildim va u yerdan yer transporti orqali Tojikistonning Xo'jan shahriga keldim. U yerdan Dushanbega safar qilib, taxminan 4-5 kundan keyin Norak shahrida istiqomat qiluvchi Yusupov Asliddinning yoniga bordim. U bilan suhbatlashib, jihod guruhini qanday tashkil etish borasida maslahatlashdik. Biroz vaqtdan keyin Panj nohiyasiga bordim. U yerda amakimning uyida bo'ldim. O'zimning qarindoshlarim Asomiddin va shuningdek Zafarjon, ularni jihod guruhiga jalb etib, ularga aqidaviy dars berdim va ularga Allohning yo'lida jihod qilishimiz kerakligini, Tojikistonni islomiy davlatga aylantirishimiz zarurligini tushuntirdim. Shundan keyin Asliddin Yusupov o'zining ukasi Jafariddinni ham jihod guruhiga jalb etdi. Hammamiz birgalashib amaliyotlar uchun mashvaratlar va maslahatlar o'tkazardik. 2018-yilning iyun oyida Qora Nosir menga qo'ng'iroq qildi va sizlar Tojikistonda shunday amaliyotga qo'l uringki, xalqaro ahamiyatga ega bo'lishi kerak dedi. Islom tiklanish partiyasi rahbariyati Tojikistonda shunday amaliyot yo'lga qo'yilishi kerakki, Tojikistonning siyosiy vaziyati xarob bo'lishi kerakligini talab qilyapti. Menga xorijlik sayyohlarni qatl etish borasida ko'rsatma berishdi. Shundan keyin menga pul lozim bo'ldi. Qora Nosir bizga 100 ming rubl jo'natdi. O'ta og'ir jinoyatni sodir etish evaziga bu jinoyatchi guruhga jo'natilgan mablag'larni qo'lga kiritishda ham Husayn Abdusamadov Norak shahridagi Esxata bankida ishtirok etgan. Mazkur yozuvlar buning yorqin dalilidir. Pullarni biz Norak shahrining Esxata bankidan Behruz Safoyev va Karomatullo G'aniyevning nomiga oldik. Bu mablag'larni olishda shaxsan o'zim ishtirok etdim.
Yiqqan tajribalarga binoan bu jinoyatkor guruh a'zolari mablag'lar jo'natilishi va qo'lga kiritilishini o'zlarining nomiga emas, balki boshqa fuqarolarning nomiga Norak shahridagi banklar vositasida amalga oshiradi. Ularning bunday harakat va faoliyatlari oshkor bo'lishi oldini olmoqchi bo'lishgan. Tomoshabin nazariga tushayotgan yozuvlar banklar bo'limlari binolari nazorat bo'limlaridan qo'lga kiritildi. Aslida Husayn nomli kishi hamrohligida pasportimga Rossiya Federatsiyasidan pul o'tkazishlarini so'rashdi. Men pasportim bilan birinchi marta 38 ming rubl oldim. Ikkinchi marta 15 ming rus rublini Norak shahrining Esxata bankidan olib, Husayn degan kishining qo'liga berdim. Ular birinchi marta menga 20 somoniy va ikkinchi marta bitta futbolka xarid qilib berishdi. 17 iyul kuni menga Aslidan qo'ng'iroq qilib, Norak shahri markaziga gastronom domlari yoniga kelishimni aytdi. Bir muncha vaqtdan keyin uning yoniga keldim. U menga hech kim yo'q, pasport ham yo'q. Kel, shu pulni sening nomingga olaylik dedi. Keyin men ketdim. Mablag' 6 ming rus rubli edi. Birinchi marta Esxata bankidan oldik. Pulni oldik. Ular kassadan olganimdan keyin qo'limdan olishdi. Ikkinchi marta 14 ming rus rubli edi. Mablag'larni olganimizdan keyin Bog'tar shahrining bozoriga bordik. U yerda amaliyotimizga lozim bo'lgan qurollar, jumladan bolta va pichoqlarni xarid qildik. 2018-yilning 29-iyul kuni Dang'ara Dushanbe avtomobil yo'liga chiqdik. U yerda Dang'aradan Dushanbe tomon harakat qilayotgan sayyohlarni ko'rdik. So'ngra biz ularni Leganza tamg'ali avtomashina bilan urib o'tdik va keyin mashinadan tushib pichoq va bolta bilan ularga hamla qilib zarba berdik. Voqea joyida ularning 4 nafarini qatl etdik. Qolgan 2-3 nafariga jarohat yetkazib voqea joyidan g'oyib bo'ldik. Bu amaliyotdan keyin xorijlik sayyohlarni qatl etganimizdan keyin Qoranosirning aytishiga ko'ra, Muhiddin Kabiriyning va'dasi bilan yana 10 ming dollar olib, qolgan 10 ming dollarni Afg'oniston Islom Respublikasiga safar qilganimizda u yerda Amirsho nomli bir kishidan olishimiz va u yerdan Pokistonga borib, keyin Eronga safar qilishimiz kerak edi. Amaliyotdan avval biz Islomiy davlat bayrog'i bilan surat va video oldik. Xalq bu ishni Islom davlati amalga oshirgan deb o'ylashi uchun shunday qildik. Aslida bu Islom tiklanish partiyasi rahbariyatining jinoiy amallari oshkor bo'lmasligi uchun edi. Ammo aslida bu jinoyatimiz Islom tiklanish partiyasi rahbariyati topshirig'i va mablag' o'tkazishi bilan amalga oshirildi. Bu terror amalidan maqsad xalqaro maydonda Tojikiston mavqe va nufuzini pastga urishdan iborat edi. Bu o'ta og'ir jinoyatni sodir etuvchilar va gumonlanuvchilar o'zaro qarindosh urug'lik aloqasiga ega bo'lib, ularning aksariyati Asliddin va Ja'fariddin Yusupovlar kabi. Yusupov Davlatbek Haydarovich 1945-yili tug'ilgan, laqabi Ko'ri Davlatbek, Norak shahrining Pulisangin qishloq jamoati Kibili qishlog'i fuqarosi, Tojikistondagi ichki urushlar davrida Islom tiklanish partiyasi faol a'zosi va Tojikiston Respublikasi konstitutsion tuzumiga qarshi kurash olib borgan va 2015-yilgacha hayotining so'nggi lahzalarigacha Norak shahri yoshlarini ekstremistik aqidalarni tashviq targ'ib etish, Iroq, Suriyaga qurolli amaliyotlarda qatnashishga jo'natgan Islom tiklanish partiyasi oliy rahbariyatining a'zolaridan biri hisoblangan, o'z bobolari fitna va g'arazlariga uchgan yoshlardir. Tojiddin Nazarov, Norak shahri istiqomatchisi, Davlatbek Yusupovning qarindoshlaridan biri. U ham Yusupov Davlatbekning hidoyatlari bilan Islom tiklanish partiyasi a'zosiga aylanib, so'ngra qurolli amaliyotlarda ishtirok etish uchun Suriya davlatiga jo'natilgan. Bugun uni Abu Usomai Noraki deya atashadi. Garchi mustaqil jurnalistlar vositasida internet ijtimoiy tarmoqlarida Muhiddin Kabiri, Qoranosir, ya'ni Ubaydov Nosirxo'ja Ahtamovichning Islom tiklanish partiyasiga a'zo ekanligini inkor qilgan bo'lsa-da, biroq Nosirxo'janing Ro'daki nohiyasidagi turar uy manzili tekshiruv chog'ida Qoranosirning Islom tiklanish partiyasiga a'zo ekanligi shahodatnomasi buni tasdiqladi. Shuningdek, nomi zikr etilgan shaxsning yashash manzilidan 50 ta adabiyot topilgan bo'lib, ekstremistik mavzu va terrorchilik aqidalarini targ'ib etish mazmuniga egadir. Hozir fosh etilish holati bo'lgani sababli Islom tiklanish partiyasi rahbariyati Qoranosir va bizning Islom tiklanish partiyasiga a'zoligimizni rad qiladi. Biroq men va Qoranosir Islom tiklanish partiyasining faol a'zosi edik. Ammo bu dalil bo'la olmaydi, chunki asosiy terrorchi Muhiddin Kabiriydir. Keyin biz bu terrorchi tashkilotning faol a'zosi bo'lgan Husayn Abdusamadovning qo'shimcha va mushohadalaridan ma'lum bo'lishicha, Islom tiklanish partiyasi, Al-Qoida, Salafiya kabi terrorchi
tashkilotlar bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Norak shahrining bir guruh yoshlari bu uyushgan jinoiy guruhning jinoyatkorona qasdidan 4 nafar xorijiy fuqaroning o'limi va yana bir necha nafarining jarohat olishi sababiga aylandilar. Shuningdek, mamlakatning tinch vaziyatiga imkon qadar xalal yetkazdi. Ular bu o'ta og'ir jinoyatning oldini olish uchun huquq muhofazasi organlariga xabar berishlari mumkin edi. Aslidan Ja'fariddin va Husayn bilan kelib bizning uyimizda sayyohlarni o'ldirish borasida maslahatlashdik. Ular menga katta pul va'da berishdi. Men ular bilan bordim. Militsiyaga xabar bermaganimdan qattiq pushaymonman. Avvalroq menga Ja'far kelib jihodga boramiz, bizni keyin televizorda ko'rasan degandi. Militsiyaga xabar bermaganimdan pushaymonman. Siz yoshlar ham bunday ishlarga aldanib qolmang. Men 2007-yili Dushanbe shahrining 33-mintaqasida Tojikiston Respublikasi fuqarosi bo'lgan Qoranosir ismli shaxs bilan tanishdim. Bir necha suhbatlardan so'ng u meni o'zi bilan birga olib borib Islom tiklanish partiyasiga a'zo qildi. Keyinchalik meni mablag' bilan ta'minlab uchoq orqali Eron Islom Respublikasiga olib bordilar. Eron Islom Respublikasining ko'plab diniy madrasalar joylashgan Qum shahrida bir oy davomida Qoranosirning o'zi va boshqa Eron ideologlari biz bilan suhbat qilishdi. Ularning maqsadi Tojikistonda qonuniy konstitutsion davlatni to'ntarib, uning o'rniga Islom tiklanish partiyasini hokimiyat tepasiga olib kelish ekanligi ularning suhbatidan yaqqol sezilib turardi. Eron Islom Respublikasida qisqa muddatli kurslarni o'tab bo'lganimdan so'ng oldimga aniq vazifa va maqsadlarni qo'yishdi. Abdusamadov, sening vazifa va maqsading shundan iboratki, bundan keyin Tojikistonda Islom tiklanish partiyasi ideologlari tomonidan jalb qilinadigan kishilarni Eron Islom Respublikasiga jo'natishga ko'maklashasan, deyishdi ular menga. Keyin ana shu maqsadlar bilan Tojikistonga qaytdim va shu faoliyatni boshladim. Qoranosirning buyrug'i bilan amalga oshirishim zarur bo'lgan aniq vazifa shu ediki, Rossiya Federatsiyasining 5 nafar fuqarosi, Dog'iston Respublikasida yashovchi Aliyev Ali, Magomedov Magomed, Kazbek, Nizom va Husaynlarni Dushanbe shahrida kutib olib, ularni ijaraga beriladigan uyga joylab, keyin noqonuniy ravishda Tojikiston Respublikasi chegarasidan o'tib Eron Islom Respublikasiga olib borishim kerak edi. Ularning 5ovi ham Islom tiklanish partiyasiga sotilgan bo'lib, maqsadlari Tojikistonga kelib, so'ng tranzit, ya'ni Afg'oniston orqali Eron Islom Respublikasiga borish edi. Ularni Eron Islom Respublikasiga jo'natishimizdan oldin Tojikiston Respublikasining huquqni muhofaza qiluvchi organlari bizni qo'lga olishdi. Ayni chog'da axloq tuzatish muassasalarida jazoni o'tamoqdamiz. Ekstremistik g'arazlar qurboniga aylangan Husayn Abdusamadov va Baxtiyor Abdusamadovlarning onasi cheksiz g'am, alam va oh tortmoqda. Onaizorning faryodi, fig'oni va dardi olamni tutmoqda. Bolamdan darak bo'lmadi. Taksofondan yoki boshqa odamning telefon orqali qo'ng'iroq qilishiga shunchalar intizor bo'ldimki, qo'ng'iroq qilib, "Ona, yaxshimisiz?" deganida men "Yaxshiman, seni ko'rgim kelyapti, kelmaysanmi?" der edim. U esa "Ishimni tugatsam boraman" der edi. Lekin ahmoq, la'nati ishlar Nosirxo'ja va Kabiriy haqida shuni aytmoqchimanki, ular yerga bir ildizni yoymoqchilar. Agar ularning ildizini hammamiz, ota-onalar, opalar va barcha davlat organlari bir bo'lib quritmasak, minglab boshqa farzandlar ham mening farzandlarim singari ularning o'lim changaliga tushadilar. Misol uchun, biz bu guruhlarning ildizini tishlarimiz bilan sug'urib olib quritmasak, yuzlab bola mening bolalarim kabi bedarak bo'ladi. Yuzlab bola suvga cho'kadi, o'tda yonadi. Yuzlab ayol beva qoladi, yuzlab bola yetim qoladi, yomon yo'lga boradi. Men terrorchi farzand tug'magan edim. Qariganimda menga mador bo'ladi degan umidda farzand dunyoga keltirgandim. Farzandi borlar hushyor bo'lishlarini aytmoqchiman. Otasi bor bolalarning otalari hushyor bo'lsinlar, onalar ehtiyot bo'lsinlar. Yana nima deyishni o'zim ham bilmayman. Qonim qaynayapti. Men Abdusamadov Husaynning onasi sifatida shuni talab qilamanki, mustahkam turing, xalq osuda hayot kechirsin. La'nati Kabiriy darbadar ahmoq it, la'nati Qori Nosirxo'ja. Agar siz odam bo'lganingizda, siz agar rostdan ham islomiy bo'lganingizda xalqning farzandlarini darbadar qilib, har joyda terrorchilik darslarini bermasdingiz va ularni o'z vatanlariga qarshi qo'ymasdingiz. Yuragimning ichida olov yonib turgan shu kunlarda duo qilamanki, Xudo sening farzandlaringni ham shu olovda kuydirsin. O'zing ham kuy, ota-onang ham kuysinlar.
siz firib yo'li bilan farzandimni yo'ldan chiqarasiz, bosh yalang va yalang oyoq holida begunoh odamlarni o'ldirishga safarbar etasiz va zindonga tashlaysiz. O'zingiz esa ayol va farzandlaringiz hamrohligida yeb ichib yurasiz. Sen musulmon emassan. Kabiriy islom bayrog'i ostida hayot kechirmas ekan, u terrorchilik, ekstremistik, pul to'plash va xalq bolalarini aldash bayrog'i ostida ishlarkan. Agar sen vatanparvar bo'lganingda vataningni obod qilarding. Sendek kabiriyga la'nat bo'lsin, ilmingga la'nat bo'lsin, ota-onang, ayoling va farzandingga la'nat bo'lsin. Ubaydovlar oilasi haqida shuni ayta olamanki, o'sha sovet hokimiyati yillarida ham bu oila jamiyat orasiga tafriqa solardi. Ular hatto namoz o'qishda Farxor nohiyasidan borib, Ko'lobda namoz o'qirdilar. Xalq orasida turli buzg'unchi yo'l va oqimlarga qo'l urardilar. Ubaydov Adham qo'shnilari hamrohligida jamoat idorasiga kelib, biz butparast emasmiz, bu haykalning bizga foydasi yo'q deb talab qiladilar. Ana shunday yurish-turishlarning natijasi o'laroq shu oila farzandi Ubaydov Zokirxo'ja Dang'arada sodir etilgan terroristik aktga rahbarlik qilib shunday past ishga qo'l urdi. Buni bu jamiyatda yashayotgan biror kishi oqlamaydi, aksincha hamma undan nafratlanadi. Men Baxtiniso Farxor nohiyasida tug'ilganman va shu yerda voyaga yetganman. 1994-yili Ubaydov Nosirxo'ja bilan to'yimiz bo'lgan. Undan 5 farzandim bor. 2002-yili Eronga bordik. U madrasada o'qirdi. O'sha yerda turdik. U tijorat bilan ham shug'ullanardi. Taxminan 10 yil oldin Mahsiramoni ikkinchi xotin qilib oldi. O'sha madrasada o'qib, o'sha yerlik oxundlar bilan bordi-keldi qilardilar. Nahzachilar hamrohligida bordi-keldi qilardi. Bugun bu ishlarni qilishiga o'shalar da'vat etishgan. Men shu nahzachilar va islomiy davlatdan bezorman. Farzandlarim bilan birga Istanbulda yashayapmiz. Nahotki shu farzandlaringga iching achimasa? Amakim meni 2004-yili Dushanbedan Eron Islom Respublikasining Xor shahriga olib bordi. Men u yerda amakimning kichik farzandiga qarardim. Ayoli madrasaga borardi. Bolasi yig'lasa uni madrasaga olib borardim va u chaqaloqqa sut berardi. Keyin yana bolani uyga olib kelardim. Amakim bir oyda bir marotaba kelardi. 1-2 kun turib yana ketardi. Qayerga borardi bilmayman. U yerda ziq bo'ldim. Men Tojikistonga ketaman, boshqa bu yerda qolmayman dedim. Keyin men Tojikistonga keldim. Modomiki Islom tiklanish partiyasi ekstremistik tashkilot rahbarlari o'zlarini din homiysi, Xudoning xizmatkori deb bilishar ekan, terroristni Alloh ham la'natlaganini unutmasligi lozim. Yoshlarni bu yo'llarga olib boradigan asosiy omillardan biri bu terrorchi ekstremistik tashkilotlardir. Tojikistonda ko'p yillar faoliyat yuritgan va bugun xiyonatlari, qilmishlari hamda muvaffaqiyatsizlikka uchragani ma'lum bo'lgan Islom tiklanish partiyasi bunga misoldir. Islom tiklanish partiyasi bugungi kunda chet elda turib, ayrim ziyrak bo'lmagan yoshlarimizni mana shunday noto'g'ri va gumrohlik yo'llariga chorlamoqda. Islom nomidan foydalanib, ularni aldamoqda. Islom nomi bilan ulardan o'z g'arazli siyosiy maqsadlari yo'lida foydalanish istagida. Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, islom har qanday tafriqa hamda o'z vatani, o'z onasi va o'z millati farzandlariga qarshi kurashadigan partiya, guruh va kishilarni hech qachon qabul qilmagan. Islom bu vatanni, millatni sevishning va onaga ehtirom ko'rsatishning asosiy manbasidir. Zero vatanni sevish, ota-ona, do'sti-yor, qarindosh urug', qo'shnilarni yaxshi ko'rish bizning asosiy qadriyatlarimizdandir. Agar biz bularni qo'ldan bersak, oqibatda muammolarimiz yanada ko'payadi. Yoshlarimiz bu yo'llarga Islom tiklanish partiyasi kabi terrorchi ekstremistik guruhlar va chet eldan moliyalashtiriladigan boshqa oqimlarga qo'shilib qolishlariga yo'l qo'ymaslikka harakat qilishimiz kerak. Millatimizning boshini qovushtiradigan asosiy gavhar til, Imomi Azam mazhabi va boshqa omillar borki, ularni qo'ldan boy bermasligimiz kerak. Axborot vositalari orqali xabar qilinganidek, bugun tavba qilgan ayrim gumrohlar o'z chiqishlarida bu guruhlarning asosiy maqsadi mol-u dunyo to'plash, bu ham yetmaganidek, millat va mazhabga xiyonat qilishdan boshqa narsa emasligiga iqror bo'lganlarini ko'rdik. Eslatib o'tish lozimki, huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining tezkor sa'y-harakati va yuksak mahorati bilan ushbu o'ta og'ir jinoyatni sodir etganlar va unga aloqador kishilar oshkor etildi va zararsizlantirildi. Xalqning osoyishta turmushi, davlat va millat taraqqiyotiga xalal berishga uringan kishilarning xavfli amal va qilmishlari xulosasi quyidagi baytda o'z ifodasini topgan.
Har kim xalqqa dushmanlikda dengizdek bir tekis oqsa, tez orada o'zini ham girdob tortib ketadi. Ishonchimiz komilki, na bugun, na ertaga biron bir guruh terroristik tashkilot Birlik va Tinchlik o'lkasi Tojikistonda o'zining nopok maqsadlarini amalga oshira olmaydi.